turamiz. Mana shuni ikkinchi etajimiz. Bu anaqa to'g'risini aytsam, to'g'ri, masalan O'zbekistonda ham anaqa toza suv ichamiz, krandan suv ichmaymiz. Lekin erim prям magazinda suvdan ichadi. Donasi 85 sentmi? Donasi где-то 1 euro deylik. Shu bitta pachkaga где-то 5 euro beradi. Bu suvdan qirol ichar ekan. Haqiqatan ham yaxshi. Boshqa suvlarni, buni ichib boshqa suvlarni ichsa shunday farq ko'rinadi. Odam ichgisi kelmaydi, lekin baribir men 5 euro to'lamasdim 6 litr suv. 6 litr emas, где-то 1,5 6 ko'paytirsak, 9 litr suv uchun hech qachon anaqa bermasdim. Buncha pul bermasdim. Bu bizani anaqa shirinliklar bilan sarchiroq qilishim kerak. Bu bizani balkonimiz. Ko'za qish bo'lganda uchun odatda chiqmaymiz. Lekin bilan yig'ishtirib qo'yamiz u yoqqa. U yoqda esa masalan ba'zan shashlik pishirsak, erim olib anaqa bu yoqqa qo'yib pishiradi. U yoqqa ham ba'zan anaqa cherdakchada foydalanamiz. Nuda anaqa fikrlaringiz bo'lsa qoldiringlar, balkonga nima qilsak bo'ladi. Men yopaylik degandan polностью, lekin erim yo'q deydi. Havo kirish kerak ekan.